ko'rib turganlaringizdek sinib pachag'i chiqib ketmadi do'stlar. Bugun obzorimizda perilalar narxlari, narx-navolari, batafsil garantiyalarini Abdulvosit akam bilan chiroyli qilib tanishtirib o'tamiz. Bugun biz Afsona to'yxonasidamiz. Shunday hozir Abdulvosit akam bilan so'rashib, to'yxonaning ham obzorini qilib boramiz do'stlar. Assalomu alaykum Abdulvosit aka. Perilalarimiz narx-navolarini, garantiyalarini, batafsil ma'lumotlarni berib o'tsangiz aka. Xo'p, bu yerda Afsona to'yxonasiga 4 xil fasonda perilarimizni o'rnatib berganmiz. Bu yerda bu fasonimizning nomi Gold Palma deyiladi. Bundan tashqari oq palma degan fasonimiz ham bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu fasonimizdagi narxlari 375 ming so'mdan high-tech fasonda bo'ladi. Bulariniki 660 ming so'mdan Gold Palma fasoni bo'ladi. Stokalarining narxi 600 ming so'mdan bo'ladi. Bularga silver va gold bo'lib uyg'unlashganligi hisobiga Gold Palma deb nomlaganmiz aka. Keyin palmaga ham tortib ketadi bunaqasi. Ko'rinishlari hisobiga palma deb nomlaganmiz. Yana TVga chiqadigan bo'lsak, u yerda ham nimalarimiz va obzorlarimiz bor. Ko'rsatib turib, keyin boshqatdan sizga qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, o'shalarni aytib o'tsangiz ham bo'laveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Abdulvosit aka, hozir 600 ming so'm, 300 ming so'm deyapsiz-da, men tushunmay qolganim tarafi metriga bo'ladimi yo qaysisi? Xo'p, ana shu narsani to'g'ri gapsiz. 1 metr pagona metri vodiy bo'ylab, butun vodiy bo'ylab Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qon bu joydan aloqaga chiqsa 660 ming so'mdan bo'ladi. Agar bunaqa tekstolet bo'lmaydigan bo'lsa 580 ming so'mdan bo'ladi. Tekstolet degan nima degani? Mana qora tevasida turgan. Bu hozir yog'och bo'ladimi shunda? Yo'q, bu tekstolet ana shu nержавейкani bir turi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda ko'rib o'tishlaringiz mumkin. 320 minglik fasonimiz bor. Pagona metri 10 metrga qiladigan bo'lsa 3200 mingga tushadi. Mana shuni o'zi. 1 metri. Bu hozir Abdulvosit aka necha kilogacha ko'taradi? Hozir ustozim ham chiqib ko'rdi, lekin sinmadi amali. Bemalol 200 kilo ko'taraveradi aka. Garantiyalari ham bor deng. Garantiya servis parvozlari hamma yo'g'i bor. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Keyin bu yerdagilarni ham o'zlaringiz o'rnatgansizlar. Bularni ham o'zimiz o'rnatganmiz. Bularning batafsil biri 457 ming so'mdan bo'ladi. Pagona metri. 10 metr bo'ladigan bo'lsa 4 million 570 ming so'm bo'ladi. Garantiyalari, dastavkalari. Garantiyalari 10 yil garantiyasi bor, bir servis xizmati bor. Bir servis qanaqa bo'ladi? Misol, uyingizda ana shu narsani tevasiga chiqib sindirib yubordi deylik. Bitta telefon qilasiz, uka 1 yil bo'lmadi hali. Shunaqa kelib, uni svarka qilib ketinglar desa, bemalol svarka xizmati, usta xizmatlari bepul bo'ladi. Bu vodiy bo'ylabmi yo O'zbekiston bo'ylabmi? O'zbekiston bo'ylab. Chunki O'zbekiston bo'ylab deganim sababi hamma viloyatda filialimiz bor. Gap bo'lishi. Bitta aloqaga chiqadi, u viloyatdagi filialga beramiz, pora qilib beradi, chiroyli qilib. Abdulvosit aka, keyin o'zimizning qo'shni davlatlarga, Qozog'iston, Qirg'izistonlarga dastavkalarimiz qanaqa? Qirg'izistonda filialimiz bor ekan, O'shda. Gap bo'lishi. Qozog'istonga endi ochish niyati bor. Tojikistonga ham endi ochish niyatimiz bor. Xudo xolasa, ularga ham ochadigan bo'lsa, chiroyli qilib obzor qilib berasizlar, ularni ham xudo xolasa. Qayerga bo'lsa chiroyli qilib yetkazib beramiz, xudo xolasa. Abdulvosit aka, qo'ldan kelgancha. Like, komment, podpiska bosib fikrimizni bildirib qo'yamiz do'stlar. Garantiyalar bilan birga cho'tki qilib xohlagan ranglaringizni, asosan gold rang ommabop trendda ekan. Bu palmamizni o'zini narxi qancha bo'lyapti aka shunda? Xo'p, palmamizni o'zi asli narxi oqidan qildiradigan bo'lsa 423 mingdan bo'ladi. Agar gold qildiraman deydigan bo'lsa 580 mingdan bo'ladi. Unga qo'shimcha tekstolet qo'yaman deydigan bo'lsa 660 mingdan bo'ladi. Shu narsani bilishib olsin, chunki bu joyga boshqa joyda nержавейкachilar ham telefon qilib shunaqa gold palmaga beraveraman desa, tevasdagini narxini bilmasdan turib nima qilmas haligi. Tushunmasdan aloqaga chiqsa biz o'zimiz chiroyli qilib tushuntiramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bundan tashqari aka, yana nimalar ishlab chiqarasizlar? Bizda har xil narsa. Nержавейкaga podrobno aytib o'tsangiz. Nержавейкaga zot nima deydi? Nержавейкaga iborat bo'lgan narsa. Misol, mo'yka deydimi, darvoza deydimi aka, garderob deydimi, stul deydimi? Liboy narsasini yasab beramiz. Samolyot desa samolyot yasab beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Yana kechagina video qo'ydik. Yaqin orada chiqadi. Stullarni ham qaysi to'yxonaga qo'ygan edik aka kecha? Syomkamiz bo'ldi. Kechagina Lab House-ga qo'ydik. Lab House-ga qo'ygan edik. Kecha Lab House-ga bordik. Lab House-dagi to'yxonani o'zlaring bir qator obzorini ham ko'rishlaring mumkin. O'ta go'zal edi. O'ta go'zal. Narxi ham o'ta go'zal. Narxi ham o'ta go'zal bo'lgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, bu yerda hozir Afsona to'yxonamizni ham bir varaqaga reklamasini qilib o'tib ketamiz. Bu yerga boshliqlar aytish bo'yicha bir 500 kishicha odam sig'adi. Shart-sharoitlari zo'r, gap bo'lishi mumkin emas haqiqatdan.
pulga yarasha 3 million so'mdan 5 million so'mgacha, to'g'rimi Abduvosit aka? Ha, 3 million so'mdan 5 million so'mgacha to'y o'tkazsa bo'laverar ekan shu yerda. Ha, xullas bu orqa qismi bo'ladi, 2 etaj, oldi qismida oldi sal chiqqanroqligi uchun 3 etaj bo'lyapti. 500 kishigacha odam sig'adi deyishdi do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Like, comment, podpiska bosib fikrimizni bildirib qo'yamiz. Ekrandagi nomerlarga 24 ga 7 aloqaga chiqaverasizlar. Keyin Abduvosit aka, masalan, hozir palma fason deyapsiz. Yana bundan tashqari qanaqa fasonlarimiz hozir trendda. Asosan kecha Lab House to'yxonamizda Gold rangni ko'rdim. Uni gold rang endi asosan trendda bo'lyapti ekan, to'g'rimi? Yo, bunaqa serebro rang ham trenddami? Mana silver rangi ham Silver deyiladi ekan, silver gap rangi bo'lishi ham mumkin emas. chiroyli bo'ladi. Silver bilan goldda rangida farq bo'lgancha shuning uchun ham narxida farq qiladimi yo nima desam, mustahkamlik plus minus taraflari ham bormi uni? Ikkalasi ham bir xil xizmat ko'rsatadi aka. Faqat rangli bo'lgani uchun Rangida farqi bo'ladi. gap bo'lishi mumkin emas. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol 24 ga telefon qilaverasizlar. Sizlar bilan har doimdek ko'p ko'z bola. Abduvosit akamga bergan intervyu uchun rahmat deb qo'yamiz Sog' do'stlar. bo'ling. Rahmat. Zo'r chiqdi.